Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun dam olish kunim. Har dam olish kunimda oldin borib ko'rmagan joylarimga Dubaydagi borishga harakat qilaman. Bugun sizlarga bitta торговый sentrni ko'rsatmoqchiman. Kim Dubayga kelganda agar brendoviy narsalarni arzon narxda olishni yaxshi ko'rsa, bu video sizlarga yoqishi aniq. Metroni qizil liniyasiga chiqishingiz kerak bo'ladi. Metroda adashib qolmaslik uchun oxirgi qaysi liniyaga borishini bilib olish kerak. Mana shu bizni poyezdimiz Center Pointga boradi. Metroga chiqishdan oldin keyin kabinaga ham qarash kerak. Masalan, agar uchta rangligisi bo'lsa, bu faqat ayollar va bolalar uchun, erkaklarga mumkin emas. Undan tashqari, undan keyingilari aralashli kabin. Bu joyda yo'q ekan. Golden kabin ham bor. Bu birinchisida bo'ladi. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي الخيل. The final destination of this train is Center Point. The next station is Al Khail. Magazinda sportivniy kiyimlarga assortiment rosa ko'p yoqadi. Sportivniy kiyimlar, ko'ylaklarini uncha yoqtirmayman, lekin sportivniy kiyimlariga rosa assortiment ko'p. Mana shu krossovka rosa chiroyli ekan. 99 dirham ekan. Rosa chiroyli ekan. Ayollarning oyoq kiyimi bo'limidaman. Bu yerda razmer bo'ladi. Masalan, mana bu tarafdagilar 42-razmer ekan. Bular 36-razmer ekan. Mana Skechersga qaranglar. Narxi 149 dirham ekan. Bu ham где-то 40-45 dollar atrofida bo'ladi. Tashkent City Mallda shunga o'xshashini ko'rgan edim. 100 dollarcha edi где-то. Mana shu tufli Calvin Klein ekan. Rosa chiroyli ekan. 149 dirham ekan. Dollarda где-то 40-42 dollar bo'ladi. Saytda qanchaga sotilganini ko'rib sizlarga ko'rsataman. Burası 19 dirham. Mana shu Puma oyoq kiyimni oldingi safar boshqa filialda ham ko'rgan edim. Nechta pul ekan? 169 dirham ekan. Juda ham stilli ekan. Mana lentachka bilan bog'lanadi. Oldi imamnaqa lentasi ham bor. Rosa chiroyli turadi. Hozir erinmasam kiyib ko'rsataman. 36-razmer ekan, как раз. Rosa chiroyli ekan. И bunaqa tsveti ham bor ekan. Bu esa 59 dirham ekan bunisi. Mana tsvet rosa yoqdi. Lentachkalari bilan prям вообще chiroyli. Mana ikkinchi rangi lentasini taqib qo'ydim. Mana shunisi ko'proq yoqdi menga. Biz chiroyli turar ekan. Bu ise 59 dirham.
659 dirham ekan. Mana shu sumочкasi 4 xil rangi bor ekan. Pistashka, keyin rozovaysi bor ekan. Qora. Bunaqa tsvet ekan. Mana bu sumkani qaranglar. Longchamp degan brend bor, o'shani analogi ekan. 69 dirham ekan. Ikki xil tsveti bor ekan. Bu ham chiroyli. 498 dollarga sotilgan ekan. Hozir skidkada 649 dollar. 200 dollarcha где-то. $599 dirham ekan. Hozir chamadanlar narxini ko'ramiz. Geruti bu brendining chamadani. 359 dirham ekan. Roberto Cavalli 239 dirham ekan. Zo'r ekan. $100 emas ekan mana shu chamadan. Mana shu chamadanni o'tgan safar kelganimda ham ko'rgan edim. $185 ekan. Ted Baker'niki. $100 ekan. Сковородка. 49 dirham ekan.
Negadir mana bu nimaligini bilmayman. SPF krem 77 dirham ekan. Victoria's Secret Body Mist 29 dirham ekan. Har xil bor, buni ishlatmaganman, to'g'risi bilmayman. Bu targoviy sentrning nomi Brand for Less. Dubayda juda ham ko'p tarmoqlari bor, lekin eng kattasi Motor City'da joylashgan. Buni topish uchun Google'ga Brand for Less Motor City deb yozsangiz yetarli. Metroda kelsa bo'ladi bu yerga va avtobusda kelsa bo'ladi. Topish oson. Metrodagi qizil liniyadan Dubai Internet City bekatida tushib, bu yerdan avtobusga o'tiriladi. 4 ta astanovkada 34 F37 avtobuslar Brand for Less magazinining yonigacha keladi. Bu targoviy sentrda har xil budjet uchun mos keladigan narsa topsangiz bo'ladi. Arzon narsalar ham bor, lyuks narsalar ham bor. Targoviy sentr 4 ta qismga bo'linadi. Birinchisi Home for Less, ya'ni uy jihozlari, ikkinchisi Toys for Less. Bu yerda bolalar uchun o'yinchoqlar, kiyim-kechak, hamma narsani topsa bo'ladi. Keyingisi Luxury for Less, to'rtinchisi Brand for Less. Bu yerda erkaklar, ayollar kiyimi, sumka, chamadan, kosmetika narsalar sotiladi. Dubayga kelganingizda bir marta bo'lsa ham kelib ko'rishga arziydi. O'zim ham ko'p boraman. Kiyimlarga unaqa katta assortiment bor deb ayta olmayman, lekin sport kiyimlariga, krossovka, sumka, uy jihozlari olmoqchi bo'lsangiz, ayniqsa erkaklar bo'limida assortiment ko'proq. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Hammaga xayr, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar.